Aynan shu modelga boshqa avtosalonlar har xil ma'lumot beryapti ekan, kubaturasi bo'yicha. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga obunachilar. Bu Isuzu Encore 90 modelimiz. Havo tormozida o'sha biladigan mashhur, hamma biladigan Bakovich ham ko'p kishi taniydi. Sizlarga akalar, bu modelimizda hozir men metrlab o'lchadim, 26 yili yangi zavoddan chiqqan. Aynan shuni kubaturasi 28 kuba ham deb eshitdim. Kimdirlar 26, 27. Akalar, to'chna ma'lumot mana shu. Uzunligi 570. Afshifka qilgan layndan keyin ham joy qoldirib o'lchaganimiz. Ya'ni toza deb hisoblasanglar bo'ladi shuni. Ya'ni uzunligi 570, eniga 210, balandligi 215 hisobladik. Shunda bu 25.7 kubani tashkil qildi. Aynan mana shu Encore 90 modeli. Bundan boshqa modeli yo'q. O'sha mana zavod mana shunaqa kuba qilib chiqaryapti hozir. Hamma metallika kuzovlardi. Hozir metrlab ham o'lchadik. Javobimizga yana ishonmayman deydigan akalar bo'lsa, Telegramga yozsanglar, men videosini ham tashlab beraman metrlab o'lchaganimizni. Akalar, aynan mana shu havo tormozdagi modelimiz sotuvda hozir tayyor turibdi. Yili 26 yangi. Kim plan qilib yurgan bo'lsa, akalar aloqaga chiqinglar. Srochna kredit, rassrochka deysizlarmi, naqd pul deysizlarmi, maksimal qilib beramiz. Avtosalon Sergelida. Bu TMZ zavod, bu Toshturman perkroskasi. Shuni kelsanglar, avtosalon shetda aloqaga chiqinglar. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, tezroq javob beraman akalar. Telefonga baribir ham ulgurmayapman, ko'p kishi telefon qilyapti. Shunga akalar, yana to'liqroq ma'lumot, boshqa modellar haqida ham ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tsanglar, hamma ma'lumot tashlangan. Narxlar bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha, rassrochka bo'yicha ham hamma ma'lumotlar tashlangan akalar. Kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.